Muddatdan oldin tug'ilgan, vazni kam bo'lgan chaqaloqlar uchun top 5 ta press mestlarni sanab bering. 5-o'rin Nutrilak Pre. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun, kaloriyasi yuqori bo'lganligi uchun tezroq vazn yig'ishga yordam beradi, oson hazm bo'ladi. 4-o'rin Similac Neo Sure, ya'ni Pre. Palma yog'siz tarkibga ega, kam vazn bilan tug'ilgan chaqaloqlarning o'sishini va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari vitamin va minerallarga boy hisoblanadi. 3-o'rin Hipre organik tarkibli smes hisoblanadi. Ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari oson hazm bo'ladi va qorin dam bo'lishini oldini oladi. 2-o'rin Nutrilon Pre prematurus chaqaloqlar uchun mo'ljallangan vitamin va minerallarga boy hisoblanadi. Bundan tashqari suyak va miya rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. 1-o'rinda albatta Frisalac Pre prematurus chaqaloqlar uchun premium smes hisoblanadi. Juda to'yimli va kaloriyaga boy ham hisoblanadi. Bundan tashqari bolaning tezroq vazn yig'ishiga ham yordam beradi. Bu smeslar to'liq lichebni hisoblanadi va o'zboshimchalik bilan oddiy smeslar o'rniga berish tavsiya etilmaydi. Lichebni smeslarni albatta pediatr shifokor nazorati ostida berish tavsiya qilinadi. Shu kabi foydali va tajribaga asoslangan videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning sahifamizga obuna bo'ling. Haytgancha bolajoningiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni Pepito'dan xarid qiling.